kimlar bor? Bu yerda shifokorlar, fizioterapevtlar, yana kimlarni qo'shishimiz mumkin? Hattoki media guruhi vakillari, fotosuratchilar, teleoperatorlar, teletasvirchilar, ular ham ko'zda tutilgan. Bir qarashda kimdir savolni o'ziga tashlashi mumkindir. Nima uchun? Chunki ularning ham o'ziga yarasha hissasi bor mana shu ulkan g'alabada. Futbolchilar maydonga chiqib harakat qiladigan bo'lsa, ularning ishlari maydonda ter to'kish bo'ladigan bo'lsa, qolganlarning ham o'ziga yarasha ishlari bor. Ular ham bajarishgan o'sha ishni farmonga muvofiq barcha taqdirlandi. Hech kim chetda qolgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev maydonga chiqdi. Albatta, yurtboshimiz qo'lidan mana shunday mukofotlarni olish bu qanday baxt? Shaxsan o'zim. Rahmat. Katta rahmat. Birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Ana endi jamoa ichidagilarning hammasi bir taklif etiladi. Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalari o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon-shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demak, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Hoji Akbar Ulug'bek o'g'li, Naqadar baxtli lahzalar. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ashurmatov Rustamjon Elyorovich. har bir vakil monitorda namoyish etilyapti, katta monitorda. Bugun Rustam maydonga tushgan Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Ancha ochildi shu yigitlar. Qaysidir ma'noda Kapadzening topilmalaridan biri Olimpiya terma jamoasi. Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li. Iskandarov Jamshid Mahmudovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alloh qo'lda ishlamarga oshadi bugungi uchrashuvda Jamshid.
Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li. Futbol bo'yicha Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li. himoyachisi. Bizlarimiz boshqacha bir qarsaklar chalish bunga. Terma jamoa yetakchilaridan biri shubhasiz. Bugun ham unda ham Moskvoy bir-biridan chiroyli Akmal Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Moskvoy terma Akmal jamoasi Vladimirovich. himoyachisi. Nasrullayev Sherzod Innatullo o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Terma jamoamiz himoyachilaridan biri. Bugun ishonchli o'ynadi. Juda ham raqibga imkoniyat bermadi va g'alabaga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Yana bir Futbol bo'yicha ajoyib O'zbekiston milliy terma jamoasi Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Sayfiyev Farruh Karimovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Sayfiyev milliy terma Farruh jamoasi Karimovich. himoyachisi. Bugun u zaxirada qoldi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirilyapti. Va navbat ajoyib hujumchimizga ham yetib kelmoqda. Sergeyev Igor Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Xuddi Masharipovda bo'lgani kabi muxlislar uni ham bir o'zgacha iliqlik bilan olqishlab qo'yishyapti. Ha, Igor o'zi uchun qaytara oldi o'sha damlardan. Yuqori darajadagi hujumchi ekanligini yana bir bora ham o'ziga ham boshqa Murodilla o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Turg'unboyev Azizbek Murodilla o'g'li. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi. Yurtboshimiz tomonidan ham tegishli ko'rsatmalar. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Islom O'runov Oston terma jamoasi barcha yo'llarda bosib Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. O'runov Oston Rustam o'g'li. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev Abbosbek Saidjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek Fayzullayev Saidjon o'g'li. aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li. Futbol Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li yarim himoyachisi. necha yillardan beri terma jamoamizning ishonchli tanlovchani himoyachilaridan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Sanov Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Abduqodir Sanov.
ham futbolimizga katta yutuqlardan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya, Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik, lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi to'g'onlar bosib o'tilyapti. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov Otabek Matonat ko'rsatding. Xayratov Shukurov Otabek Xayratov oyoqdan jarohat olgan edi. Himoyachisi shuni o'tkazib yubordi. Lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek Shukurov. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri. Boya aytib o'tdim-ku, barcha hech kim chetda qolayotgani yo'q. Kimdir aytishi mumkin zaxira vakillari, ammo ular bo'lmasa raqobat qayerda? Erkinov Hojimat Asosiy tarkib vakillari qanday o'sishi? O'zbekiston milliy terma jamoasi Erkinov Hojimat Botir o'g'li. Hali Hojimatning kelajagi oldinda. Undan ham chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Eshmurodov Umarbek Yusuf o'g'li futbol Eshmurodov Umarbek Yusuf o'g'li himoyachisi. Navbat O'tkirbekka ham yetib kelyapti. Hozir ko'ramiz stadionning. Mana shu himoyachilarimiz safi ham ko'payib borayotganligi kishini quvontiradi. Chunki asosiy tarkibga kirish uchun hozir raqobat ancha yuqori darajada husn ta'alluq bo'ladi. Yusupov O'tkir Davlatbekovich futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bravo O'tkirbek. darvozaboni. Bravo. Boya Sergeyevga nisbatan aytilgan gaplar O'tkir Yusupovga qoyilligim. Bu futbolchi ham bu sinib qolgani yo'q. Qoyil. Bejiz o'rtaga savol tashlaganim yo'q. Qancha ochkoni birgina o'tganning o'zi bizga keltirdi. Mana yurtboshimiz ham eng kerakli niyatlarni bilamoqdalar. O'tkirbekka ko'z yosh to'ktirish uchrashuvda O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Kapadze Timur Tohirovich futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi. Terma jamoa bosh murabbiyi ham O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlanmoqda. Endi esa do'stlik ordeni bilan Srechko